Atalmış Uyghur Abdunum rayonunun Qorchoq raisi Shuhrat Zakir, Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan milliondan ortiq Uyg'urlarni tarbiyalab, uchur fan texnikadan xabardor layoqatli insonlardan chiqadiganligini aytdi. Xitoy texi yaqingacha bu lagerlarning mavjudligini inkor qilib kelgan bo'lib, bu lagerlarda qamalg'uvchilarga siyosiy tashviqot ilib berayotganligi va ularning xo'rliqqa uchrayotganligini oshkorlagan edi. İYİ Partiya raisi Meral Akşener xonim Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu yig'inida Sharqi Turkistonni unutmadi. O Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmiga boshqa partiyalarning sukut qilayotganligini ayblab mundaq dedi. Suriya uchun, Arakan uchun shapashlab ketganlar Xitoyning 2-4 tal pulini deb jim turdinglarmi dedi. Akşener yana Sharqi Turkiston yiltizimiz, sharafimiz, dunyo sukut qismi, biz hergiz sukut qilmasligimiz kerak dedi. Başka adresi de Kadim Türk Yurdu, Doğu Türkistan. Doğu Türkistan meselesi milletimizin bağrında bir büyük yaradır. Arındırma kamplarına milyonlarca Türk doldurulurken Erdoğan'dan ses yok. Malayziya Baş Ministri Mahathir Mohamad Xitoy bilan Amerika orasidagi savdo urushining Malayziyaga naf kelganligini aytdi. Mahathir agar bu urushning bir ta'siri bor deyilsa, bu Xitoydagi Amerika mablag'larining Malayziyaga ko'chish shaklida bo'ladi. Shuning uchun Amerika va Xitoy orasidagi savdo urushida foydaga erisha olishimiz mumkin dedi. Hondurasda bir kichik guruh tarafidan boshlangan shimolga yurish harakati yo'lda qitilganlar bilan 3 mingga yetdi. Ko'chman karvoni Guatemala chegarasidan o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlariga qarab yo'lni davomlashtirmoqda. O'z davlatiga namratlikdan qochib, yangi bir hayot qurish uchun kollektiv yo'lga chiqqan Honduras ko'chmanlarining Guatemala chegarasidan o'tib Amerikaga qarab kelayotganligi bildirildi. Amerika doiralari Eron inqilob muhofizatchilariga qarashli bo'lgan bir yarim qurolliq tashkilotni qo'llaganligi sababli kon va ishlab chiqarish shirkatlarini o'z ichiga olgan 20 Eron korxonasiga embargo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika Moliya ministrligi Eronda oldingi qatorda turadigan bir bankni bu tizimlikka kirgizganligini bildirdi. Embargo yurgizilgan tizimlikda O'rta Sharq va Afrika rayonining eng chong traktor ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Eron traktor ishlab chiqarish shirkati bilan eng chong po'lat to'mir ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Muborak to'mir shirkatimi bor.